Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan 9-sinf biologiya darsining kirish qismini o'tamiz. Ma'ruzachi Jalilov Jasurbek. Biologiya hayot haqidagi fan. Yunonchadan bios hayot, logos ta'limot degan ma'noni anglatadi. Biologiya atamasini 1802-yilda fransuz olimi Lamark va nemis olimi Traverianus tomonidan fanga kiritilgan. Biologiyaning o'rganish obyektlariga hayvonlar, viruslar, zamburug'lar, o'simliklar, shu jumladan odamlar ham kiradi. Bu obyektlarni o'rganishda biologiya fanining ilmiy tadqiqot metodlaridan foydalaniladi. Bu metodlarga kiradigan metodlar 4 xil, ya'ni kuzatish, taqqoslash, tarixiy, eksperimental metodlar hisoblanadi. Kuzatish metodidan boshlaymiz. Bu metod eng qadimgi metod hisoblanib, uning yordamida har qanday biologik hodisani tasvirlash, ta'riflash mumkin. Bu usuldan tirik organizmlarni miqdori va sifat ko'rsatkichlarini ta'riflashda foydalaniladi. Keyingi metod taqqoslash metodi. Turli biologik tizimlarning tuzilish, funksiyasi, tarkibiy qismlaridagi o'xshashlik va farqlar taqqoslash metodi yordamida o'rganiladi. Taqqoslash metodi yordamida hujayra nazariyasi, ya'ni bitta nazariya va ikkita qonun kashf etilgan. Biogenetik qonun va irsiy o'zgaruvchanlikning gemologik qatorlari qonuni kashf etilgan. Keyingi metod tarixiy metod. Organizmlarning paydo bo'lishi va tarixiy taraqqiyoti qonuniyatlarini asoslab berish mumkin. Tarixiy metod turli era va davrlarda organizmlarning paydo bo'lishi va organik olam evolyutsiyasini o'rganishda qo'llaniladi. Ya'ni bu metod bilamizki, Charles Darwin nomi bilan bog'liq. Bu usul biologiyada chuqur sifatiy o'zgarishlarning vujudga kelishiga sabab bo'lgan omillarni o'rganadi. Keyingi metod eksperimental, ya'ni tajriba metodi. Bu metod yordamida maxsus tashkil etilgan sharoitda tirik organizmlar tuzilishi, hayot jarayonlarini o'rganish eksperimental metod orqali amalga oshiriladi. Bu usul bilan organizmlardagi voqea hodisalar boshqa usullarga nisbatan chuqur o'rganiladi. Bu usul hozirgacha o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Biologik tadqiqotlar uchun zamonaviy asbob-uskunalarning paydo bo'lishi bu usuldan keng foydalanish imkonini berdi.